Abi, tayyor kirib yashaydigan 3 xonali xonalari alohida tayyor kirib yashaydigan uy sizga taklif qilmoqchiman. Manzil Yunusobod 11-kvartal, Chimkenskiy trakt, yo'l yuzi BYD avtosaloni ro'parasi. Uyimiz 70 kvadrat, 3-etajda joylashgan 4 qavatli binomiz edi. Asosiy podyezddan kirishimiz bilan 4 burchak olti prixojniy. Narxiga keladigan bo'lsa, 76500 boshlanadigan narx. Tezda shoshilib aloqaga chiqishga harakat qilamiz. Keling, o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsa, birinchi xonamizni xolisiz spalni, xolisiz detskiy qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda esa ikkinchi xonamiz, bu xonamiz anchagina kattaroq. 3.15 ga 520 diametrdagi xonamiz. Sanuzellarimizni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, alohida xonalar sanuzellari hammasi alohida. Bu yog'imizda bizada hojatxona va bu yoq tarafimizda esa bizada hammomimiz bo'ladi. Shu bilan asosiy xonamizning yuriga uyiga kiramiz. Gostivoy mehmon kutadigan xonamiz bu zal bo'ladi. Balkon bilan oralig'i ochilgan, yana ham uzunasiga kattaroq bo'lib qolgan. Bu yoq tarafdan chapga kiradigan bo'lsa, bizada oshxonamiz, ovqat tayyorlaydigan zona va chap tarafda o'tirib, bugalov qilib ovqatlansa, zavtrak obed uchun oilaviyga zo'r. Uyimizning narxi juda ham qulay narxda. Bugungi kunda bunaqa alohida tayyor kirib yashaydigan 3 xonali uyimiz kamdan kam sotuvga chiqib turadi. Tezda aloqaga chiqishni so'raymiz.